Assalomu alaykum do'stlar. Sushilka qilib berganmiz. Simichkani quritish uchun. Hop. Ko'rishingiz mumkin. Patnisli. Qator patnislar ketgan. Hop, tagiga tent bilan qizdirib buni sushilka varianti bo'ladi. Simichkalarni quritib beradi. Simichka shunga o'xshagan mahsulotlar. Yopilishlari oyoqlar qilib berilgan. Bu yoqdan ventilator sistema qilingan. Havo purkab, tepasidan tortib olib, yana ichiga purkaydigan. 220 ga ishlaydigan bo'lgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 600 litr qozon.